Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abaydullah Ibrohimning Xinjiang xalq nashriyoti nashr qilgan Tundagi chaqmoq nomli tarixiy romanini anglatishni boshlaymiz. Haqqoniy Chindan Nusrat qechiyotidi. Bu yurtmi hukumatsizlik qismatiga giribtor bo'lgusi. Taqdir bizga ofat avatdi. Yurtimizdan ayrildik. Xonavayron bo'ldik. Bugungi kunda mo'min musulmonlarimizning beshig'i kun tushib, holi xarob turibdi. Peqirmi, qarindoshlarimga o'xshashla oziqlanyapman. Yuragim ichishyotidi. İsset, qo'yinglar sizlarni. Mushu holinglarga belinglarni bog'lab, men erkak deb yuribsizlar. Bu bechora fuqarolarga ichinglar og'irsin. Oyoq osti qilingan zaminga ichinglar og'irsin. Yuragida ozroq bo'lsa-mu, haqqoniyat o'ti borlar, mening orqamda menglar.